La'nati jitil, men bu yerdaman, qara. Kompot menga xalaqit bermay tur. Mer topshiriq bergandi, mana bu oynalarni tozalab qo'yishim kerak. Hozir men senga yordamlashaverdim. La'nati jiyanorsin Kompot. Hozir meni yiqitib yuboray deding, boshqa jitillar bilan o'ynab tur. Ha, mayli. Salom jitil, qalaysan, yaxshimisan? Men bilan o'yna olmaysanmi? Yo'q Kompot, mana bu quduqdagi suvni tozalayotgandim. Umuman vaqtim yo'q, mer aytgan edi. Ha, mayli. Hamma jitilga mer ish buyurib tashlagan. Hamma jitilning vaqti yo'q. Ha Kompot, bu yerda nima qilyapsan? Mana bu jitillarga xalaqit berma, men ish aytgan edim bularga. Ha, shunchaki xalaqit berganim yo'q, shunchaki shu yerda turgandim. Ha, Kompot, qara, sani vaqting bo'lsa kerak menimcha. ha, da, vaqtim bor, janob mer. Bo'lmasa senga bitta topshiriq bor edi. Mana bu skalatni ko'ryapsan. Ha, ko'rdim. O'sha skalat juda ham eskirib ketgan. O'shani ta'mirlash kerak. Shunga yordaming kerak. Ha, mayli, yordam bera qolaman. Menga kerakli narsalarni bering. Skalatni ajoyib qilib remont qilib beraman. Hozir senga kerakli narsalarni beraman, Kompot. Ha, davay, bo'lmasa mer hozir bersangiz. Mana bu narsalarni olib bemalol skalatni ta'mirlashing mumkin. Ha, mayli, mer bo'lmasa hoziroq skalatga ta'mirlashga ketaman. Mana bu eshikni ham qo'yishni unutma. Ha, mayli, qo'yaman albatta. Bo'pti, janob mer, bo'lmasa hoziroq skalatni remont qilishga tushaman. Ha, barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsizlar yangi videoga. Bugungi videoda biz mana bu skalatni ta'mirlaymiz. Juda ham eskirib ketgan ekan, la'nati jiyanorsin. Ha, mayli, bu joyini hali imba qilib yuboramiz. Hozir biz mana bu sandiqlar bizga umuman kerak yo'q. Tekshirib ko'ramiz, qani bu yerda narsalar yo'qmi? Ha, mayli, bu yerda narsalar yo'q. Endi bu sandiqlarni habbasini olib tashlaymiz bu yerdan. Va mana bu ham va bo'ldi. Juda ham eskirib ketgan toshlar ham bor ekan. To'rlar ham ko'payib ketgan bu yerda. Ha, mayli. Endi mana bu sandiqlarni hozir biz tashqariga qo'yib qo'yamiz. Bizga umuman bu sandiqlar keragi yo'q. Endi mana bu enaqa sandiqlarni qo'yaman. Ha, mana bu eshikni ham olamiz va bo'ldi. Buni mana bu yerga qo'yib, mana bu to'rlarni ham olib chiqamiz. Ha, mana to'rlarni ham olib bo'ldik. Yo'mayo, jiyanorsin, bu yerda nima bor? La'natli, yo'mayo, kamalakli narsalar bor ekan bu yerda. Bilmagandim skalatda bunaqa narsalar borligini. Ha, mayli, hozir bularni tekshirib ko'ramiz nimalar borligini. Va juda ham ajoyib narsalar bor ekan o'zi ham. Tak, mana bu joy xalaqit beryapti. Mana bu toshlarni olib turaman hozir. Ha, mayli. Tak, mana buraya buzamiz va bo'ldi. Tepaga chiqishga joy qilib qo'yamiz. Hozir bu joylarni ochib qo'ysak, bemalol tekshirsak bo'ladi. Va mana bu yerda kamalakli kiyim ham bor ekan. Ha, mayli, jiyanorsin, hali merga aytmay turamiz. Chunki bu yerga keladidagi nimalar qilding bu yerda Kompot deb mana bu narsalarni o'ziga olib ketib qolishi mumkin. Ha, mana bu yerda kamalakli sandiq bor ekan. Ha, mana bu blokni hozir buzib bu sandiqni ochib ko'ramiz. Bu yerda ham biron nima bo'lishi kerak menimcha. Ha, mayli, mana buzdik. Vau, bu yerda kamalakli olmos bor ekan. Vau, jiyanorsin, juda ham qimmat bu kamalakli olmos. Butun qishloqni sotib olishga yetadi do'stlar. Juda ham boyib ketadigan bo'ldim endi. Ha, bu yerda mana bu kiyimni ham olamiz. O'zimizga kerak. Juda ham urvini baland kiyimlar ekan. Vau, juda ham ajoyib yarashdi endi. Tak, mana bu narsalarni joylashtirib, mana bu qilich va kirkani olamiz va bo'ldi. Tak, bu yerda boshqa menimcha xona yo'q. Yo'q. Bu yerda ham xona bor ekan va bu yerda olov rangli xona bor ekan. Vau. Bu yerda televizor bor ekan. Ha, mayli. Keyin bularni tekshiramiz. Hozir mana bu yerga chiqib olamiz
va bu yerga kiramiz. Qani bu yerda nimalar bor ekan? Albatta ko'zdan kechiramiz va bu yerda ham xona bor ekan va qiziq, bularni kim qurgan bo'lishi mumkin. Ha mayli, mana bu sariq xonaga ham kiramiz endi. Tak, bu yerda hech nima yo'q ekan. Wow! Mana bunaqa ajoyib mashina ham bor ekan va garaj ham bor ekan. Va juda ham ajoyib mashina ekan. Ha mayli, buni oxirida haydab ko'ramiz tezligini ham. Va bu yerda garaj. Tak, va mana bu yerga chiqamiz. Bu yerda boshqa xona yo'q menimcha. Yo-mayo, mana bu yerda ham xona bor ekan. Wow! Bu yerda yashil rang ekan. Yo-mayo, mana bu juda ham katta eshik bor ekan bu yerda. Xazina bormi deymanda bu yerda. Ha mayli, hozir buni ochib ko'ramiz. Jenursin juda ham qattiq narsa ekan. La'nati, hozir ochaman buni. Hozir burab ko'raman mana buni. Va ochdim mana qo'yat. Juda ham qattiq eshik ekan. Wow! Bu yerda zumradlar bor ekan. Wow! Bunaqa zumradlarni har umrimda ko'rmagandim. Juda ham ko'p ekan. Wow, bularni albatta olib ketaman. Oxirida bu yerga kelib. Ha, mana bu yerda ham menimcha xona bo'lishi kerak. Tak, bu yerda ko'k xona bor ekan va golemlar. Salom golemlar, yo-mayo la'nati. 4 ta golem bor ekan bu yerda va bu golemlardan uzoqroq turishim kerak Jenursin. Aytib bo'ladimi, bular tashlanib qolishi mumkin. Ha mayli, va boshqa bu yerda ham xona bormi? Qani ochib ko'ramiz va bu yerda ko'k xona bor ekan va wow, bu yerda notebook va kompyuterlar bor ekan. Wow. Tak, bu yer menimcha birontani ishxonasi bo'lishi mumkin. Bo'lsa kerak. Ha mayli, buni ham tekshirib ko'ramiz albatta do'stlar. Sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosib qo'yinglar. Chunki biza kanalda 1K bo'lishimiz kerak. 1K ga ozgina qoldi, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Va mana bu atroflarda kompyuter va stullar bor ekan va bu kompyuterni tekshirib ko'ramiz. La'natda, bu kompyuter nimagadir yonmayapti. Ha mayli, menimcha buzuq bu kompyuter. Va mana bu yerda ham xona bor ekan. Bu xonaga ham kirib ko'ramiz va bu yerda nima pushti rangli xona va bu yer qiz bolani xonasi bo'lishi kerak. Ha mayli. Va bu yerda la'nati va bu yerda xona ham nihoyasiga yetdi. Bu yerda boshqa xona yo'q va mana bu shkaflarni ochib ko'ramiz. Qani, yo-mayo, bu shkaflar la'nati ochilmas ekan ham Jenursin. Va mana bu yerda notebook bor ekan. Qani bu notebookni yoqib ko'ramiz va qani Jenursin. Bu notebook buzuqmi deymanda, umuman ishlamadi. Ha mayli, bu yerda unchalik kerakli narsalar yo'q ekan. Tak, va do'stlar, sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana bir marta eslatib o'taman. Obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar. Chunki 1K bo'lishimizga juda ham ozgina qoldi. Ha mayli, bu xonadan bizaga kerakli narsa yo'q ekan. Va bu yerga chiqib ketamiz va boyagi mashinani bir haydab ko'ramiz, tezligi qanaqa ekan. Hozir bunga minamiz. Wow! Juda ham ajoyib tezligi bor ekan Jenursin. Yo-mayo, juda ham tez yuradigan mashina ekan. Yo-mayo, bu mashina uchib ham ketdi Jenursin. Ha mayli, mashinaga ham uyga ham hech nima qilmadi. Endi boyagi ishlarni o'z nihoyasiga yetkazishim kerak. Chunki mer ko'rib qolsa dabdalamizni chiqaradi va narsalarni ham olib ketadi. Hozir bu narsalarni bo'shatamiz bu yerga kirib. Ha mayli. Do'stlar, sizlar kanalga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar. Yana bir marotaba eslatib o'taveraman. Ha mayli, chunki sizlar obuna bo'lmayapsizlar. La'nati Jenursin, kompot, bu yerda nimalar bo'lyapti? Va mana bu kiyimni qayerdan topib olding? Kamalakli kiyimdi. Ha, shunchaki skalatdan topib olgan edim. Yo-mayo, Jenursin salgina qoldi. Mer bilib qolishiga jitel bu yerdan qoch, men bu yerda ishlayotgan edim. Hozir bularni tezda yopib tashlayman. Chunki mer ko'rib qolsa meni o'ldiradi. Ha mayli. Yo-mayo, la'nati kompot, bu yerda nimalar bo'lyapti? Nimani yashiryapsan? Ha, mer hech nimani yashirmayapman.
Shunchaki bu yerlarni yopayotgan edim ta'mirlab. Hammayli Jennerson ishiti. Salgina qoldi mer bilib qolishiga ishitilibman Jennerson. Mer bilib qolganda dabdalamiz chiqardi. Hammayli bu joylarni tezda yo'qotaman hozir. Mana bu yerlarni ham yoqamiz va bo'ldi, imba bo'lib ketdi. Barchaga xayr do'stlar, sizlar va bekapot bo'ldik videoda ko'rishguncha.